unaydi olingizni. Lo'lini musulmon emasda bo'lmaydi. Ha, yo'q, lo'lini unadi bo'lmaydi. O bizda o'zbeklardan yaxshi namozxonlar bor ular ichida. Dildan chiqarib bergani ma'qul deb bilamiz-da endi. Ha, yo'q, to'g'rimi-da. Odam birovga mol beray turganda tiybi nafsdan berishligi shart. Halol bo'lishligi uchun. Alloh taborak va taoloni masalan xotinlarni mahri to'g'risida buyuray turganda agar xotinlar mahrni beray turgan bo'lsalaring chin ko'ngildan beringlar deydi. Endi demak bir kishini, bir musulmonni moli ikkinchi bir musulmonga chin ko'ngildan bermasa halol bo'lmaydi. Masalan, birovga chiroyli ruchkasi uchun teyda turibdi-da, ruchkasi chiroyli ekan, menga bering dedingiz. Hijolatdan berdi, halol bo'lmaydi. Halol bo'lmaydi. Shuni agar ko'ngildan chin emasdan chiqarmasa. Endi yana bitta narsa borki, obro'ni himoya qilishlik uchun berilgan narsa ham sadaqa bo'ladi. Ko'rdingizki, haligi gadoy og'zida nosi bo'lsa bermasa tupurib yuboradigan gadoy bo'lsa agar obro'ni himoya qilishlik uchun berasiz. Lekin bir odamni bildingizki, bir kunlik yeydigan moli bor. Ko'rib turibsiz, ahvoldan cho'ntagida puli turibdi. Bir kunlik yeydigan moli bo'la turib, birovdan sadaqa so'rashlik hammaga harom bo'ladi. Nafaqat lo'li, boshqa o'zbek kim bo'lsa ham bir kunlikdan oshiq narsasi bor odamni birovdan narsa so'rashi halol bo'lmaydi. Endi shunaqangi holatda turib gadoylik qilib turgan bo'lsa, bizni pul berishimiz uni haromiga yordamchilik bo'ladi. O'shaning uchun masalan aytish kerakki, shu bahona bilan masala ham bilib oladi. Sen bir kunlik ovqating bormi deyish kerak. Hozir sana halol bo'lmaydi so'rashsanga deyish kerak. Endi u Xudoning yo'lida agar Xudoning yo'lida degan narsani bilsa, masalan bir kundan oshiq pul bo'lsa narsa so'ramasdi u.